Saidjon Ergashev uzoqlashtirdi. Keyingi zarba, himoyachilar to'pni qaytaryapti, penalti. Ahrol Rizqulloyev yana topildi oxiri darvoza ortidan kadr. Gruziyalik futbolchi to'p oldida zarba yo'llayapti, gol urmoqda. 3-2 Qizilqum jamoasi bugun uchrashuvda birinchi yarim yoki 1 daqiqa vaqt bo'lishi mumkin. Navbahorda hali o'yin. Navbahor so'nggi daqiqalardan ko'p jabr ko'ryapti. Vodiy derbilari, Andijon va Neftchiga qarshi bahslari, mana bugungi uchrashuv. Navbahor golini urib ketyapti. Oldingi chiziqda muammolar yo'q deyishimiz mumkin, ammo himoya 11-to'pini o'tkazib yubordi mavsumda.